Ortimizda turgan bino Surxondaryo Denovdagi ikkinchi obyekt. Hozirgi kundagi ikkinchi obyekt. Strapildan 100% chiqqan obyekt egalari. Assalomu alaykum. Tog'ajon, hozirgi kunga qadar ustalarimizning mehnatiga nima deysiz? 100% javob deganday bor-ku. Yoqyaptimi? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Bizni internetdan topgansiz, Ha? afsuslandingizmi yo Yo'q. afsuslanmadingizmi? Afsuslanganim yo'q, yaxshi. Zo'r. Endi xudo xolasa bu Strapildan keyin sifat nazori bo'yicha keldik. Mahsulot kelgandan keyin mahsulot bo'yicha o'zingiz fikringizni berasiz. Xudo xolasa. Qancha tayyor bo'ladi usta aka? Xudo xolasa bir ertaga zakazini bersak, tunga chiqishi bilan 5 kunda bitiramiz. Sizlarga tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, Denov tumanida kamida 3 ta obyektimiz bor. Tunga yopishga tayyor. Surxondaryo bo'yicha tavsiya berasizmi ham shaharlarga? Ha, Xudoga tavsiya beraman. Kimga kerak bo'lsa, mastertomga murojaat qilib, ana shunday ustalarni chaqirib yoptirsa bo'lar ekan, yaxshi. Sifati yaxshi. Surxondaryo Denovda bizni ishimiz va sifatimizga shubha ostida qarayotganlar uchun akamizni uylari Surxondaryo qatida aka? Denov tumanidagi Denov. Boboyevda. Oxunbabayevga kelib, bemalol shu tomni ko'rib, ishonch hosil qilib olsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham sifatli tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol master tomga murojaat qilinglar.